Rivoyat qilishlaricha, bir kuni bir otaxon Xizr alayhissalomni oldilariga kelib, "Iltimos, meni farzandlarimni bitta duo qilsangiz" debdilar. Shunda Xizr alayhissalom, "Men qo'limni ko'tarib, amin deyman. Duoni esa siz qilasiz" debdilar. Chunki farzand uchun ota-onani duosidan ziyodroq duo yo'q degan ekanlar. Azizlar, duo bilan el ko'karadi, yomg'ir bilan yer deydilar. Bir sahroyi ayolning o'g'ilchasi sho'x ekan. Undan zarar ko'rmagan biror kuni yo'q ekan. Qazondagi taomni tepib qochib ketar ekan, meshidagi suvni sepib qochib ketar ekan. Qarg'ar ekan onasi, qilolmasdan epini, qirqib qochganida kir yoyadigan ipini. Hoy ipimni qirqmagin, qalbingga ilm to'lgur. Hoy meshimni teshmagin, Ka'baga imom bo'lgur. Hayvon dumun kesmagin, beozor bo'l, to'g'ri yur. G'arib yo'lin to'smagin, Ka'baga imom bo'lgur. Demas ekan juvon marg, haromi maraz o'lgur. Bitta ekan qarg'ishi, Ka'baga imom bo'lgur. Niyat ketdi, vaqt ketdi. Misli yel yo shabada shu onaning shu o'g'li imom bo'ldi Ka'baga. Ne shohu sultonlar orqasidan turib g'oz unga iqtido qilib o'qir edilar namoz. Duo ila shum boladan chiqdi bir xush nafasli olim hofizi Qur'on Abdurrahmon Sudaysi. Nazoratda insonning har so'z, har bir nafasi ibrat bo'lsin bizga bu Allohning mo'jizasi. Bolangizni qarg'amang, duo qiling bolani, it eshak deb so'kishga hayo qiling bolani. Rasululloh derdilar, yuzlaridan yog'ib nur, bolalar bu jannatning gul rayhonlaridir. To'g'ri, ba'zida gulu rayhonlari ham kuydirar, sho'xligi ortib ketsa joningizni to'ydirar. Bobom derdi bolani, so'kish asli emas eb, jahlingiz chiqsa ayting, nodon yoki xumpar deb. Boy bo'lgur, ko'paygur deng, aslo demang o'llanat. Shuni bilib qo'yingki, so'kinish ham bir san'at. Ixlos bilan qilingan har niyating ushalar, har so'zga ko'kda amin deb turar farishtalar. It desangiz it bo'lib o'zingizni qopadi, eshakdan eshak har kim o'z tilidan topadi. Farzandingiz bilan el faxrlanib yashasin, it eshak fillaridan Parvardigor asrasin. Olim, shoir, hunarmand, polvon bo'lsin bolalar, yurtga kerakli halol inson bo'lsin bolalar. Bolangizni so'ksangiz, poshsho bo'lgur deb so'king, olim bo'lgur Xizrga, oshno bo'lgur deb so'king. Tildan chiqqan har so'zda ma'rifat ziyo bo'lsin. Hatto so'kishingiz ham yaxshi bir duo bo'lsin. Farzandiga jonin tikkan o'zbeklarimiz, bolasiga borin to'kkan o'zbeklarimiz, beklar bilan otdan tushmay so'rasak ham o'g'liga ot bo'lib chopgan o'zbeklarimiz. Shunday buyuk xalqning farzandlarimiz. Niyatimiz farzandlarimiz hayotda o'zining to'g'ri yo'lini topib, hayotdan hikmat olib, siz biz ota-onalarini yaxshi fazilatlarimizdan ibrat olib, kamolga yetishini chin dildan istab qolamiz.